Assalomu alaykum hammaga. Bugun 13-may 26-yil va marafonga tayyorgarlik ko'rishimning adashmasam 3 yo 4-kunlari. Xo'p, bugun nima qildim? Ko'p emas, ozgina 4,5 kilometrgina yuguribman. 24 nechidir daqiqada. Xo'sh, qayerdadir skrinshot adashmasam oxirida paydo bo'ladi. Uning aslida u yerda katta natija ko'rsatilgan, chunki bizda internet yomon ishlaydi. Shunday. Aslida u yer 4,5 kilometr. O'zim ham qo'yil qoldim, 100 kilometr ko'rsatgan edi. U adasharkan odamdek. Shunaqa. Xo'sh, o'zlaringizda nima gap? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Like bosinglar agar yoqsa. Shunaqa gaplar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.